Assalamu alaykum qarindoshlar. Gollandiya şopurluq pravosi nazariya darsimizga xush keldinglar. Biz hozir 14-ci dars. Hərbi maşınlarga yol beriş qoidasininki o'lgilik mashq suollari bilan tanishib chiqamiz. O'tgan soatlik darsda mush darsning nazariya qismini qoidasini so'zlagandik. Endi hozir shu qoidaga doir imtihonda chiqadigan suol shakllari bilan tanishib o'tamiz. Shun bu darsni anglashdan burun oldi bilan 13-ci dars, ya'ni qoida qismini bir qitim anglatib, ondan bu savollarni ishlab chiqishinglarni tavsiya qilaman. Namsa savollar kelaylik. Я вел рахторайдын, мутен militer kolonu forlatin han, yani deydi siz hozir udul mangmoqchi. Siz hərbi maşınlarga çoxum yol berişiniz kerakmi deydi. Resim qarasanglar. Bir ixlayik vardık kiravsinken, biz udul mangmoqchi ekanmiz. Bizning sol tarafimizdan hərbi maşina kepti. Lekin birinci hərbi maşina tıxi yo'ldan o'tmabdi. Yani birinci hərbi maşinani qanday tanıydik? Birinci hərbi maşinanki o'ng va sol tarafida ikki dona ko'k bayroq bo'ladi-ku. Tıxi yo'ldan o'tmabdi. Demek yo'ldan o'tmagan bunda ahvol ostida bizning yo'l berishimizning hojati yo'qdi. Yani birinchi mashina yo'ldan o'tmagan bo'lsa, u chaqda biz yo'l bermay o'tsak bo'ladi. Shu buning javobi. Yani siz harbiy mashinaga cho'qim yo'l berishingiz kerakmi deydi. Javobi yo'q. Endi ikkinchi savol. Yo'l rahtoraydi muter kulunu forlatingan, yani savol o'xshash. Yani siz udul mangmoqchi, harbiy mashinaga cho'qim yo'l berishingiz kerakmi deydi. O'xshash yo'l, savol o'xshash, lekin ahvol o'xshamaydi. Qarasanglar, birinchi harbiy mashina o'tib ketib bo'pti. Qoidani o'rgangandik. Agar birinchi mashina o'tib ketib bo'lgan bo'lsa, u chaqda biz xilayik vardiq kiravsingda kesib o'tsak bo'lmaydi. Cho'qim butun mashina o'tib ketib bo'lgan chaqlab turishimiz kerakdi. Shunga buning javobi biz birinchi mashina o'tib ketib bo'lganlik uchun cho'qim yo'l berishimiz kerak. Endi keyingi savol. Kim boshlamoqchi bo'ladi deydi. Endi qarasang, o'xshashlam xilayik vardiqqa kiravsing. Hozir harbiy mashina o'ng tarafdan kelibdi. Harbiy mashina o'ng tarafdan bizga nisbatan. Yani xilayik vardiq kiravsingda o'ng tarafdan kelgan qatnashqa yo'l beratdiqchu. Shu hozir ma ahvol ostida harbiy mashina o'ng tarafga qayrilmoqchi ekan, ammo o'ng tarafdan kelganligi uchun bu yerda yo'l berishimiz kerak. Shunga birinchi yo'lab harbiy mashina mangdi. Endi yana o'xshash ahvol. Harbiy mashina yana bizga o'ng tarafdan kelibdi. Yani kim boshlamoqchi bo'ldi deb. Yani birinchi harbiy mashina o'tib ketib bo'pti hozir. Yani bunday ahvol ostida harbiy mashina mayli o'ngdan kelsin, soldan kelsin, lekin birinchi mashina o'tib ketib bo'lgan bo'lsa, toki eng oxirgisi o'tib ketgunga qadar yo'l beratdiqchu. Shunga yana o'xshashlan bu xil ahvol ostidami harbiy mashina boshda mang. Endi savol rahtoraydi, yani siz udul mangmoqchi deydi. Mutiyada links avslandimeter kulunu forlatingan. Yani biz hozir udul mangmoqchi ekanmiz. Qarshi tarafdan harbiy mashina kelibdi. Bu hozir solga qayrilmoqchi ekan. Yani siz solga qayrilmoqchi bo'lgan harbiy mashinaga cho'qim yo'l berishingiz kerakmi deydi-ku. Yani birinchi savolga o'xshashlan bir ahvol. Birinchi harbiy mashina yo'ldan o'tmabdi, yo'lga solga qayrilmabdi-ku. Shunga bunda ahvol ostida rahtorxanda firker, xatfor, afslanda firker. Yani birinchi harbiy mashina solga qayrilib rasmiy yo'lga kirmaganligi uchun bizningki yo'l berishimizning hojati yo'q. Buning javobi shunga ne? Endi keyingi savol keldik. Yana o'xshash ahvol. Yani siz hozir udul mangmoqchi, endi sol tarafga qayrilmoqchi bo'lgan harbiy mashinaga cho'qim yo'l berishingiz kerakmi deydi. Endi yana ma'qul ahvolda birinchi harbiy mashina o'tib ketib bo'lganligi uchun u chaqda biz cho'qim yo'l berishimiz kerak. Gerçi biz udul mangsaqmi bu harbiy mashina solga qayrilsin, lekin birinchisi buni yo'ldan o'tib ketib bo'pti. Hatta ikkinchisi o'tib bo'pti. Hozir uchinchi mashina o'tmoqchi ekanchu.
birinchisi o'tib ketib bo'lganligi uchun shunga butun harbiy mashinalar o'tib ketib bo'lguncha yo'l berishimiz kerak. Şun buning javobi ya. Endi keyingisi keldik. Ya yo'l rechts afsalan. Yani biz hazır o'ngga qayrilmoqchi ekanmiz. Mutiya links afsalan yer kolonna forlatin xan. Yani siz hazır solga qayrilmoqchi bo'lgan harbiy mashinaga yo'l berishingiz kerakmi deydi. Yani qarasak bu birinchi harbiy mashina ekan. Qanday bilib oldik? Ikki dona ko'k bayroq bor ekan. Şun birinchi harbiy mashina tixi yo'ldan o'tmaganligi uchun yo'l bermasakmi bo'ladi. Şuna biz başta mağımız yani sual çokum yol berişiniz kerek mi depti cevabı şuna ney yok çokum yol berişimiz endi yenilam yana o'xshash ahvol biz hozir o'ngga qayrilmoqchi harbiy mashina so'lga qayrilmoqchi ekan ya'ni yo'l biramsiz deydi qarasanglar yani birinchi harbiy mashina o'tib ketib bo'libdi ikkinchisi o'tib ketibdi uchinchisi o'tmoqchi ekan shu birinchisi o'tib ketib bo'lganligi uchun bunda xilayki vardiq kiravsingda birinchi harbiy mashina o'tib ketganlar bo'lsa biz kesib o'tsak bo'lmaydi butun mashinalar minib bo'lguncha to'xtatishimiz kerak shu buning javobi ya cho'qim yo'l berishimiz kerak endi mana savollarga qarab balkim sizlar hammasi o'xshash savolni davadi deb qilishinglar mumkin lekin bu shundoq bir sal kalla qaymoqtirgan savol shu imtihonga mushta shakllarning birisi cho'qim chiqadi shunga sizlarga mush ahvollar cho'qim tushunishli bo'lib ketish kerak shunga shu qoidaga tushadigan imtihonga chiqish shakli uchraydigan har xil savol shakllarini tepib chiqdim men bu videoda shu sababdan bir o'xshash ahvollarda ko'rish mumkin lekin garchi yo'l o'xshash mashina o'xshash bo'lsa-mu har bir rasmda o'xshamaydigan ahvollar bor shuni obdan and keyingi savol keldi what is used for the fun for latin ya'ni işte minishninki to'g'ri shaklini kim boshlamangdi deydi-ku. Yana qaraymiz xilayk vardiqi kiravsinkan. Bir mashina var ekan, militer kolonna var ekan, anda moto var ekan-ku. Ya'ni militer kolonna harbiy mashinaniki birinchi harbiy mashina o'tib ketib bo'pti. Shu isinglarda bo'lsin xilayk vardiqi kiravsingda birinchi harbiy mashina o'tib ketgan bo'lsa, biz kesib o'tsak bo'lmaydi, cho'qim yo'l berishimiz kerak. Shunga birinchi yo'lab harbiy mashina mangdi, ya'ni mush mashinalar butun minib bo'lishi kerak. Bu mashina minib bo'lgandan keyin endi mashina bilan moto qoldi. Endi hozir mashina so'lga qayrildi ekan, moto udulmangdi ekan. Rextorxanda firker, xatfor, afslanda firker. Ya'ni udulmamoqchi bo'lgan qatnash qayrildigan qatnashning oldida mangdi degan qoidamiz bo'yicha moto udulmanganlik uchun ikkinchi bo'lib mangdi. Mashina qayrildiganlik uchun eng oxirida uchinchi bo'lib mangdi. Endi keyingi savol yana o'xshashlar kim boshlamangdi savol shu what is the used full xordi fanforlardan ya'ni yo'l berishninki to'g'ri tartibi to'g'ri shakli qanday debchi lekin yo'l o'xshamaydi ekan qarasanglar 10 xilayk vardiqi kiravsing marbiy mashinaning oldida hayin tandim bor ekan ma yo'l forangsliq ekanchi yana qoidada o'rgangan to'q yana 10 xilayk vardiqi kiravsingda biz harbiy mashinani agar bizning boshda minish haqqimiz bo'lsa kesib o'tsak bo'ladi degan to'q. Shunga hozir miyada harbiy mashinaning oldida hayin tandim bor ekan, demak bu to'xtab turdi. Endi mashina bilan normal mashina bilan motoga keldik. Moto udulmangdi ekan. Ma ham moto hozir forrangs vaqti manga o'tibdi. Ya'ni qarasanglar, men forrangs vaqtning belgisi bor ekan. Shunga oldi bilan birinchi yo'lab moto mangdi. Ondan mashina so'lga qayrildi ekan-ku. Hozir mashinami amniyati forangs vaqtda. Lekin men moto udulmanganlik uchun oto boshda mangvaldi. Uning keyinda mashina mangdi. Eng oxirida militer kolonna mangdi. Endi diqqat qilinglar. Endi militer kolonna har vaqt boshda mangdigan ish yo'q-ku. İmtihonga mush shaklni cho'qim chiqib qilishi mumkin. Qaymoqtirgan shakl. Ya'ni mushta 10 xilayk vardiqi kiravsingda agar bizning boshda minish haqqimiz bo'lsa, biz harbiy mashinalarni kesib o'tib boshda mangsak bo'ladi. Endi keyingi savol, what is the useful for the fun for Latin? Yani o'xshash savol, kim boshda mangsa bo'ladi deydi-ku. Yana qarasanglar harbiy mashina bor ekan, normal mashina, endi moto.
Hozir men moto mangan yo'lda chirag ko'kka yinibdi. Harbiy mashina hozir birinchi harbiy mashina o'tib ketib bo'pti. Ma bizning chiragimiz ko'k yangan keyin, demak, ma qarshi taraf ma o'ng va so'l tarafdan kelgan mashinaning chiragi hozir qizil degan gapchu. Lekin birinchi harbiy mashina o'tib ketib bo'lganligi uchun, o'sha birinchi harbiy mashina o'tgan vaqtda chirag cho'qim ko'kdi. Demak, birinchi harbiy mashina ko'k chirag yonganda o'tib ketdi-chu. Qoidada o'rgangandik-ku, agar birinchi harbiy mashina o'tib ketgan bo'lsa, chirag ko'k bo'lib, uningdan keyingi mashinalar qizil chiragga kelib qolsa-mu, qizil chiragni bisib o'sib bo'ladi deb o'rgangandik-ku. Shunga hozir harbiy mashinalar mush qizil chiragni bisib o'tib mangsa bo'laveradi. Shu oldi bilan harbiy mashinalar mingib olish kerak. Uning keyindan motor ning chirig'i hozir yani ko'k bo'lganligi uchun motor udulmanganligi uchun motor mangdi, eng oxirida mashina mangdi. Shu xil ahvolda birinchi yo'lab harbiy mashina, uning keyinda motor, eng oxirida normal shaxsiy mashina mangdi. Endi keyingi savol: De militär kolonne macht doorrijden alles het verkeerslicht rood is geworden. Yani agarda qatnash chirig'i qizil bo'lib qolsa, harbiy mashinalar qizil chiragni bisib o'tib mangsa bo'laveradi deydi. Maqta auto oktoraydi, ya'ni mashinami, normal mashina, shaxsiy mashinami, shunda ahvol ostida qizil chiragni bisib o'tsa bo'lamdi deydi. Biz yana qoidada o'rgangandik. Agarda biz harbiy mashinaning orasiga kirib mangib qolgan bo'lsak, biz yo'ldan o'tay deb turgan vaqtda qizil chirag yinib qolib qolsa, u chog'da biz cho'qim to'xtashimiz kerak. Yani hargizmi harbiy mashina, oldindagi harbiy mashina qizil chiragni bisib o'tib ketdi. Shu men o'tib ketay deb o'tib ketib qolib qolsak, 259 yevro jarimani keldi. Yani bu qizil chiragni bisib o'tib ketish faqat harbiy mashina uchun xos bir qoida. Yani birinchi harbiy mashina chirag ko'k bo'lganda o'tgan bo'lsa, uning keyingi harbiy mashinalarning hammasi chirag qizil olsin bisib bo'laveradi. Lekin bu qoida biz uchun emas, harbiy mashinaning orlig'ida mangib qolsaqmi bo'lmaydi. Shuning buning javobi ne? Endi keyingi savol. Bu savolni sizlar qo'yib qo'ydim. Bu savol, ya'ni qarasanglar harbiy mashina bor, men bir oq daris mashinasi, bir piyoda yo'l mang'uchi, andan bir moto haydaguvchi, ya'ni kim boshda mangsa bo'ladi? 1 2 3 4 shuni qo'yish savoli. Bu savolni sizlar qo'yib qo'ydim. Endi bayatim bir savollarni angladinglar. Shu qoidalarni o'rgandik, savollarni ishlab ko'rsatdik. Qani bu savolni o'zinglar ishlab biqinglar. Buning javobini bilishni xohlagan qarindoshlar, ishlab bo'lgandan keyin inkas rayoniga to'g'ri javobni qoldirsanglar, biz inshaalloh tuztipirmiz, inkas qaytiramiz. Yani harbiy mashinalarga yo'l berish qoidasi to'g'risidagi darsimiz mushu. Yani boshdagi darsda nazariya qismini o'rganib o'tgandik. Ma darsda shu nazariyaga doir imtihonga cho'qim chiqish ehtimoli bo'lgan har xil o'lgulik mashq savollarni ishlab chiqdik. Yani imtihonga mushu o'lgulik mashq savollardan birisi cho'qim chiqdi. Yani boshqa tushunamagan savollar bo'lib qolsa, inkas rayoniga qoldirsanglar bo'ldi. Ma'qulamsa, keyin qitimliq darsimizda ko'rishaylik. Omon bo'lg'aysizlar.